Loyihamizning navbatdagi qahramoni iste'dodli yosh aktrisalardan biri syomka boshlanishidan oldinoq o'ziga yarasha tarbiyasi, andishasi, bosiqligi, samimiy munosabati bilan ijodiy guruhimiz a'zolarida yaxshi taassurot qoldirdi. Keyin biz uning hayotiy hikoyalaridan tezroq bahra olishga qiziqdik. Meni ko'proq zeriktiradigan narsa bu bir xillik, keyin bekor qolib ketishlik meni zeriktiradi. Harakat qilaman doim band bo'lishga, ko'proq o'zimni chalg'itishga. Albatta oiladan tashqari ijod bilan ko'proq band bo'lishga harakat qilaman. Lekin oilamga ham yetarlicha vaqt ajrataman, sababiki hozir yosh bolam bor, bola katta qilyapman. Shuni hisobidan ba'zida ijodiy ishlarga sal ulgurmay qolishim mumkin. Shuni hisobidan meni hayotimda hozirgi kunda ozgina shu zerikishli holatlar bo'lib turibdi, lekin bu ham o'tkinchi. Diyora? Labbiy xolajon, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Dildora Zokirova asli Farg'onalik, oilada 5 nafar qiz voyaga yetgan. Qahramonimiz sanoq bo'yicha ikkinchisi. Otasi Baxtiyor Zokirov aslida harbiy bo'lib, hozirda ota hunarini davom ettirib, ustachilik qiladi. Onasi Gulnora Zokirova mohir tikuvchi bo'lish barobarida savdo sohasida ham ish yuritadi. Bizdan talab qilinadigan narsalar yaxshi o'qish kerak edi. Aqlli qiz bo'lishimiz talab qilinar edi. Albatta ota-onam tomonidan yaxshi o'qisang, yaxshi hayot kechirasan degan tushunchani qo'yib qo'yishgan. Dadajonim 2 o'g'illari bo'lgan, yashamagan. Dadamni tinchlantirardik. Shu vaqtda aytganman: "Dada, men hali juda yosh edim. Dada, qarang, men 10 ta o'g'ilning o'rnini bosaman." Shunaqa deb dadamni ovutardik, lekin hozir nabiralari bor. O'g'il aslanmaydilar. Oila boshlig'ining boshiga jiddiy sinov tushgani bois farzandlar ham yosh bo'lishiga qaramasdan hayotning achchig'idan tatib ko'rishlariga to'g'ri keldi. Boy oilada tug'ilganman. Shuning uchun boylikdan bu nonsizlik holatiga tushib qolganmiz. Umrimda birinchi marta bu xanka nonni ko'rganimda men yig'laganman. Shu qadar men uchun og'ir holat bo'lgan. Qo'llarimni hozir ishonasizmi? Yosh bola qanaqa yig'laydi? Yo'q, shu qadar haligi odam o'zini boshqara olmay qolgan holatlarim bo'lgan. Shunaqa holatlarda onam aytardilar: "Yaxshi o'qishing kerak. Aqlli qiz bo'lishing kerak. Ana shunda sen yana o'sha oldingi holatimizga qaytib, o'zing orzu qilgan hayotda yashashing mumkin" deganlar. Orada bo'lgan voqeadan keyin bizni katta qarzga tiqib qo'yishgan. Biz yo'q joydan qarzga tushib qolganmiz, uylarimiz sotilgan va kvartiraga ko'chib o'tganmiz. Hech qayerda aytmaganman men bunaqa holatlarni, chunki o'zimga nima desam bo'ladi, boshqani dardiga yanada or qo'shmay degan narsalar bo'lardi. Bugun ochig'ini aytaman, 17 ta kvartiraga ko'chganmiz. Og'ir holat bo'lgan. 10 yildan oshiq shu holatda Farg'ona shaharda biz yashaganmiz. Keyin vaqtlar o'tdi. Onam savdo bilan shug'ullandilar. Dadajonim ishlari yurishib ketdi. Bu narsa hammasi borib bizni shukurga taqadi. Esimda bor, kichkina qiz edim, 8 kunlik singlim bilan onamni oldida, onam non sotgani chiqqanlar men yonida turardim. Shunaqa bo'lib, oxiri u narsalar, pullarimiz ko'payishni boshladi. Undan keyin savdo joylarimiz ko'payishni boshladi. Hozirgi kunga kelganimizda har bittasining o'zida magazini bor. Meni o'zimning magazinim bor. Nima uchun haligacha bu savdo yo'lini tashlamayman? Chunki eski hayotimni eslatib turadi, noshukrlik qilishimga yo'l qo'ymaydi. Avvalgi ko'rsatmalaringizga qo'shimchalar kiritasizmi? Yo'q, o'zgartirish kiritmayman. Aniqmi? Bu oila to'qnash kelgan qiyin vaziyat Dildoraning ota-onasi o'rtasidagi munosabatlarni ham
chig'iriqdan o'tkazgandir balki. Biz qahramonimizdan shu haqda so'radik. Harakat qilishdi ota-onamni munosabatlarini buzishga va buni ko'pchilik yaqinlarimiz tomonidan amalga oshirilmoqchi bo'lgan, lekin onam hech qachon dadajonimni tashlab qo'ymadilar. Dadamni og'ir holatga yurolmay qolgan holatlari bo'lganda ham onam tashlab ketmadilar. Va shu muhabbatni, bir-biriga bo'lgan hurmatni ko'rib biz o'sdik. Dadam asabiy bo'lib qolganlar qaysidirki joyda, lekin juda yaxshi insonlar dadam. Dadajonimni 1100 so'm puli bo'lmagan menga tapichka olib berishga. Lekin shunaqa kunlar keldi, dadajon desam, qo'llarimga pullar tutqizib, bu narsalar hammasi o'tkinchi ekan. Shuning uchun ota-onam, onam yonida turganlari uchun ham bizni shunchalik mehr berib, katta qilganlariga rahmat deyman-da. Mayli shu turishdi. Lola? Yaxshimisan? Tinchlikmi Lola? Gapirsang-chi, nima bo'ldi? Xullas, dadam rozi bo'lmadilar. Qahramonimiz qalbida san'atga shaydolik uyg'onishida asli otasining ta'siri bo'lganini aytadi. 3-sinfga o'tguniga qadar u raqs to'garagiga ham qatnashgan. Maktabdagi tadbirlarda faol edi. Dildora asta-sekin ijodkorlikka moyilligi ortib borayotganini sezdi. Biroq ota-onasi qizdagi bu qiziqishga unchalik xohish bildirishmasdi. Bizni asosan o'qish ishlarimiz bilan onam shug'ullangani uchun sal qiyin bo'lar edi. 9-sinfda bitirib aytdim, ona, men baribir shu san'at sohasida ketaman. Iltimos, men hali kolleji borligini ham bilmayman. Iltimos, menga shunaqa kollej topib bering, men shunaqa kollejga kiraman. Desam, onam aytdilar, bo'ldi, men harakat qilaman. Lekin aniq oxirigacha shu sohani tanlab ketasanmi yoki shifokor bo'l, mana hozir imkoniyating bor. Men seni kollej, shu med kollejga olib kiray yokida tikuvchi bo'l, mana ped kollejga kir yoki dedilar. Yo'q dedim, oyoq tirab turib oldim. Lekin ana shu jarayonda ota-onam rozi bo'lib turibdi, lekin maktab tomonidan direktorimiz qarshilik qilib turibdi. Qarang, bu qanchalik bir-biriga zid, to'g'ri kelmaydigan narsa, qobiliyati yo'q degan. U inson hayotda bir marta xonasiga olib kirib men bilan gaplashmagan. Faqat o'zini lavozimida o'tirgan ayol bo'lsalar, qanaqa qilib misol qobiliyati bor yo'qligini biladi. Keyin xullas harakat qildik. Onam meni topib o'zlari olib borib, shu kollejga, san'at kollejiga o'qishga kirdim. Farg'onaga drama kino aktyorligi yo'nalishi bo'yicha o'qidim. Muhammad Solih Yusupovning qo'llarida o'qidim. Ustozim juda bir mehribon inson. Shular ta'lim berdilar. Qahramonimiz Farg'onadagi san'at kollejini bitirgach, o'qishni davom ettirish uchun Toshkent davlat san'at institutiga hujjatlarini topshirdi. Biroq unga omad kulib boqmadi. O'qishga kira olmaganim uchun men Farg'ona davlat qo'g'irchoq teatriga ishga kirganman. 2014-yil dekabr oyida debyut festival bo'lardi, respublika miqyosida o'tkazilardi. Aynan shu festivalda men g'olib bo'ldim. Shunda so'radilar, Valijon Umarov O'zbekiston teatr birlashmasini boshlig'i bo'lardilar. So'radilar, siz institutda o'qiganmisiz degan savolni berganda, yo'q dedim. Bu yil xudo xohlasa kirasiz dedilar va u kishi yo'llanma berdilar. Albatta Alloh izni bilan ular sababchi bo'lib, men 2015-yil O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida talaba bo'ldim. Bu jarayonlarga yetib kelish oson bo'lmadi. Festivalda g'olib bo'lgan vaqtimda teatrdagi ayollar, aktrisalar umuman gaplashmay qo'yishgan. Sababi u teatrda hali bunaqangi festivallarda yutuqlarga erishgan
qizlar bo'lmagan, aktrisalar bo'lmagan. Shuning uchun hali ish boshlaganiga 1 yil bo'lmasdan turib yoki bo'lish arafasida bo'lgan bir aktrisa borib nominatsiya olib kelishi ularning xayoliga sig'magan va meni ko'pchilik ajratib qo'ygan. Hamidova. Sadirov qanaqa odam edi? Komil akami? Ha? Komil akangiz? Yaxshi odam edilar. Xudo rahmat qilsin. Joy jannati bo'lsin. Dildora garchi o'zi orzu qilgan oliy o'quv yurtida tahsil olayotgan bo'lsa-da, ba'zi ruhiy to'siqlar tufayli uni poytaxtdagi hayotga o'rganishi oson kechmadi. Institutga kirishimda yana noldan boshlashga to'g'ri kelgan va men bu narsalarga rozi bo'lib, o'qib, o'zim bilan band bo'lib yurgan vaqtimda bilmadim. Shu nima deydi? Kursdoshlarning ichida endi bir qanaqadir gap so'zlar, nimadirlar odamni ko'ngliga tegadi. Shu paytda onamga telefon qildimda, ona o'qishni tashlab ketaman. Menga qiyin bo'ldi. Men tushunmadim. Nimaga bular odamlarni qalbiga qaramaydi? Nima uchun kiyimdan baholashadi degan savollarimni juda ko'p onamga berardim. Keyin aytganlar onam. Sen shuncha harakat qilgansan, o'qishga kiraman deb oyoq tirab turib olgansan. Agar o'sha vaqtlarda o'qishga kirmasdan turmushga chiqqaningda hozir ikkita bola onasi bo'lib o'tirgan bo'lar eding. O'ylab ko'r, nimaga erishasan tashlab ketsang degandan keyin o'ylab ko'rganman. Hech kim, hech narsa nima desam bo'ladi, arzimasligini ana o'sha vaqtlarda tushunganman. Sababi bu narsalar menga yengil berilgan emas. Qandaydir omad uchun kelib qolgan emas. Bular faqat mehnat, harakat, duolari ijobati bo'lgan. Esimda bor, institutda ijodiy imtihonni topshirib chiqayotgan paytim zinasiga o'tirib olganman. Ko'z yoshlarim shunaqa tushgan, aytganman. Qachondir bir kun mana shu zinalardan chiqib tusharmikinman? Institutda talaba bo'lib degan bir og'riqlarim bo'lgan. Aynan o'sha paytlardagi qilingan duolari ijobatini men kimlardir gap so'zi uchun tashlab ketmoqchi bo'lganman, lekin tashlamadim. Qancha gapirishsa ham sabr qildim. Hozirgacha ham tinmaydi gap so'zlar. Harakat qildim, harakatdan to'xtamadim. Qaysidirki ijodxonaga boraman, kimdir sal boshqacharoq, misol uchun gapirib qo'yadigan bo'lsa, sekin u yoqni tark etaman. Bo'ldi. Urushmayman, hech narsa qilmayman. Yaxshilikcha yo'q bo'lib qolaman. Bo'ldi, shu xolos. Qahramonimiz kelajagini teatr bilan bog'lash haqida o'ylardi. U ekranlarda ko'rinishga shoshilmayotgandi. O'zidan yo'llar ochilib ketib qoldi. Bir kun Bahodir Magdiyev ustozimiz, boshlovchi, sahna nutqidan dars beradilar institutda. Shu inson zinadan chiqib ketayotgan vaqtimda 3-etajda ko'rishib qoldik. Assalomu alaykum ustoz deb o'tib ketyapsam, va alaykum assalom, qachon endi seni ekranlarda ko'ramiz deb savol berdilar. Yo'q ustoz, men teatrga boraman, men teatr desam, yo'q. Sen ekran odamisan. Qara, ekranga qilgin, harakat qilgin, epizodlar bo'ladimi, massovka bo'ladimi, bor qatnashgin. Xo'p bo'ladi, ustoz chaqiring. Bo'p qolsa chaqiring, boraman. Shundan keyin o'zidan yo'llar ochilib ketdi. Eng ko'p so'ragan narsam, kimni ko'rsam, ustoz meni duo qiling. Shu aytgan gapingiz amalga oshsin, duo qiling devrardim. Keyin ustozimiz aytdilar, zo'r bo'lib ketasan. Aytdilar, har doim o'zimning gapim bor, zo'r bo'lib ketaman derdim. Lekin Allohga shukr, yo'llar ochilib ketdi. Magistraturani o'qib, institutda o'qituvchi bo'lib qolishga harakat qildim va ishladim.
2021-2022 o'quv yillari ishlab, 22-yil o'quv jarayoni tugashidan men teatrga, yosh tomoshabinlar teatriga ishga keldim. Hozirgi kunda endi dekretda ona bo'lib o'tiraman. Mayli. Bugun oxirgi kun. To'ydan keyin orqaga yo'l yo'q. Bu nima deganingiz? Meni kim deb o'ylayapsiz? Og'zingizga qarab gapiring. Anvarjon o'g'li Alisherga turmushga chiqishga rozimisiz? Roziman. Qahramonimizning turmush o'rtog'i Zafarjon Erdanayev asli tadbirkor bo'lsa-da, san'atga ishqibozligi, iste'dodi tufayli bir qator seriallar orqali ko'zga tashlanib ulgurgan. Bizni tanishishimizga Ruslan Ibragimov degan bir rejissyor akamiz sababchi bo'lganlar. Bexosdan ko'rishib qolish bo'lgan, lekin ular uchun biladilar, lekin men bilmayman. Men uchun bu tasodifiy holat bo'lgan. Shunaqa qilib dublyajdan chiqqan paytimda ko'rishib qolganmiz. Uchrashuvga taklif qilaverardilar. Keyin men yo'q, bitta o'zim ko'rishmayman. Yo'q. Shanba kuni ko'rishaylik degan birinchi uchrashuvga taklif qilganlar edi. Voy, meni syomkam bor. Men syomkadan kech chiqaman desam, keyin aytdilarki, mayli o'zim kuzatib qo'yaman. Yo'q. Syomkadan to'g'ri uyimga boraman-da uxlayman. Chunki charchoq bo'lardi. 2022-yil 10-mayda tanishganmiz. Kechki soat 19:00larda biz bir-birimizni ko'rganmiz. Shundan keyin iyun o'tdi, oradan iyulda uchrashdik. Shunaqa bo'lib, keyin turmush qurish taklifini o'z-o'zidan aytib qoldilar. Bir haftada to'y qilib yuboraman dedilar. Men ham qarab turdimda, dedim, baribir odam haligi birinchi marta qilib gapirganda, xo'p desangiz qila olmaydi dedimda. Mayli, xo'p dedim. Yo'q dedilar, ha? Bo'ldi dedi. Keyin oylariga aytdilar, men onamga aytdim. Shunaqa qilib, oradan vaqt o'tdi. Cho'zilib 2023-yili boshiga to'yimiz to'g'ri keldi. Kelin o'zi 8 tog'gacha kirayotgan. Shart-shurt qo'lingizda yo'q tashlang, nima qilasiz kir mashinani ishlatib? Kelganimdan beri kir mashina ishlatilmaydi. Shunga bir ishlatib ko'ray degandim-da. Shuning uchun yangiday turibdi-da. O kenayi onamga gap qaytarmang. Ha kelin, mana supurgida supuring, qo'lingiz yaxshi aylanadi. O'zi kattalikda 8 xona uy bo'lsa, nima qilasiz tot ketqizib? Xo'p oyijon. Voy o kenayi onamga gap qaytarmang. Men nima dedim? Kelin, onlayn o'tirib Wi-Fi ishlatguncha ozgina farosatingizni ishlatib, choy olib keling. Aytgancha quruq choyni vilkada soling, xo'p. Xo'p bo'ladi oyijon. Onamga zarda qilmang, o kenayi. Men nima dedim? Ha kelin, tejamkor bo'ling, gazda ovqat qilmang. Nimada qilay? Bu boshqa gap, bosing qan. Onamga nito qaramang kenayi. Bo'ldi-da, ziqnaligim evi bilan-da oyijon. Uni qilma, buni qilma deb zeriktirib yubordingiz, bilasizmi? Yomon bir mayda gap, injiq bo'lib qaridingiz-da o'zi ham. Bizda boshida birovlarda fikrini eshitish bo'ldi. Ayni shu eshituvlar, didi gaplar bizning munosabatimizga putur yetkazishga o'tdi. Biz bir kun kelishib oldik. 1.5 oy uzog'i aytaman sizga, to'g'risi halovatim bo'lmasdi. Bekor turmushga chiqdim degan haligi odamda qo'rquv deysizmi yoki nolishmi bu narsa. Shunaqa xayollar bilan yashadim. Keyin qarasam, umuman bu holatlar menga nima desam bo'ladi, o'zimni yo'qotishga olib keldi. Agar bu narsada to'xtamasam, deb shunaqa fikrlar, shunaqa xayollar bilan yashashda davom etsam, bu hayot uzoqqa cho'zilmasligini o'zim bildim. Va bir kun biz o'tirib gaplashib oldik. Hammada bo'ladi bir-birini rashk qilish,
erim juda rashkchilar. Keyin aytdim, ishoning, men sizga ishonaman. Xohlagan odam telefon qiladi sizga. Biz bemalol mana bir-birimizdan hech narsani yashirmaylik. Menga rejissyorlar telefon qiladimi, ish yuzasidan qiladi. Kimdir teatrdan telefon qiladimi, ish yuzasidan qiladi. O'rtamizda sir yo'q. O'rtamizda keyinchalik o'zi sevgi, muhabbat degan etapdan o'tdik-da, keyin bir-birimizni tushunishga o'tdik. Oxiri do'st bo'lishga biz qaror qildik. Ayni shu do'stlik qarori bizni chiroyli hayotda yashashga olib keldi. Bu narsaga osonlikcha kelmas ekan albatta. O'sha bir-birimizni tushunmay boshida juda bir hozir eslab ko'rsam, to'g'risi eng chiroyli kunlarimni eng qayg'uli damlarda o'tkazganga o'xshayman. Keyin aytdim, to'xtatish kerak. Shunaqa qilib mana oxiri yetib keldik. Hozirgi kunda bir-birimizni juda qadrlaymiz. Men u insonni qanchalik yaxshi tomonlarini ko'rganim sari bir-birimizga mehrimiz yana ham ortdi. Qaytgim keldi. Onam yoningga. Yuragimda ismsiz dardlar. Sovuq xonam soat chiqi-chiqi, tashqarida xazonrez bog'lar. Yomg'irning jim xonish qilishi bars ham nechundir bugun tushirmoqda seni yodimga. Qaytgim keldi. Ona yoningga. Yuragimni ochib gapirsam, kam-kam bo'lar menda bunday hol. Shodon yursam mening yodimga sen tushmaysan. Rosta. Onajon. Nogohiy bunday holdachi. Shunday ko'rgim keladi seni. Aytsam senga bor gaplarimni, orzularim, hasratlarimni. Kulib, yig'lab aytgim kelar. Odamlarning qadr va qimmatin anglolmaymiz birga bo'lganda. Ammo nogoh uzoqqa ketsak, yo ayriliq azobini cheksak, ba'zan shunday odam zotining tirnog'iga zor bo'lamiz. Tushunmayman bu haqiqatni. Sen-ku axir onasan. Ona, men rostini yozdim. Shoddamim, sen tushmaysan mening yodimga. Ammo hayot o'zi bilaman, solar seni yodimga bot. Ya'ni boshimizni doim ham ona bo'lib silamas hayot. Dağlara çığır ovoz, do'st bilmez, soz bilmez, naz bilmez. Kumush rang yig'lari, tonglari, bor bilmez, zor bilmez, zog' bilmez. Kumush rang yig'lari, tonglari, bor bilmez, zor bilmez, zog' bilmez. Nedir bu o'tmishim, kechmishim? Yot bilmez, yor bilmez, xor bilmez. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lari. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lari. U yashil umrima qamalgan, gul baxmal gullarmu yig'lari. O yeşil umruma qamalgan, gul baxmal gullarning yig'lari.